100 kunlik challenge boshladim. Instagramga 2 oy davomida kirmaganimga hayotimda juda ham katta voqealar bo'lib ketadi deb o'ylagan edim. Lekin afsuski adashgan ekanman. Chunki 2 kun dars qilib, 3 kun dars qilmay, 10 kun dars qilib, 7 kun dam olib, 2 oyim xuddi shunaqa o'tib ketdi. Keyin qaror qildimki, Instagram bilan birgalikda challenge olib ketishga. Bu challenge'larimga 100 kun davomida IELTSga tayyorgarlik ko'rish, 100 kun davomida ozishga harakat qilish, 100 kun davomida yuzimga uhod qilish, chunki yuzimda muammolar bor ko'rinib turibdi. Keyin eng qizig'i 100 kundan 40 kun davomida hech kimni g'iybat qilmaslik. Eng qiyini shu bo'lsa kerak, lekin o'zi g'iybat qilmayotganimga 10 kundan oshdi, lekin baribir birinchi kun deb hisoblayman. Bugungi kunim 4:30da boshlandi. Ibodatlarimni qilib oldim, kitoblarimni o'qidim. Kitobda bir kunda eng kamida 5 bet o'qishim kerak. Bu maqsad habit trackeri. Bunga vazifalarni qiladigan bo'lsa yashil, chala qiladigan bo'lsa sariq, umuman qilmaydigan bo'lsa qizil belgilab ketiladi. Keyin sport bilan shug'ullandim. Zumba ham qilaman. U vaqtda videoga ola olmayman, chunki telefonimdan qilaman zumbani. Undan keyin kelib ertalabki ovqatlarimni qildim va darslarimni qilib oldim. Ko'p darslarim ham telefonimdan bo'lganligi uchun u vaqtdagi videolarda ola olganim yo'q. Keyin kechga yaqin yuzimga maska qildim. Bu maska ko'rinishi vahshiylarcha ko'rinayotgan bo'lsa ham, lekin juda ham foydali maska. Mana bu yerda ishlayotgan vaqtimda shunaqa mazza qilaman, to'g'risi. Keyin yuzimdagi mana bunaqa qora tochka va yog'larni chiqarib tashlaydi. Keyin yuzimga toner qildim, krem surtdim, kremni qalin surtib oldim maska qilganligim uchun. Undan keyin yuzimga yoga qildim. Agar 100 kun davomida shunaqa qiladigan bo'lsam, yuzim yasharib, rosa 15 yasharga o'xshab qolsam kerak deb o'ylayman. 100 kun davomida qaysi birinidir chala qiladigan bo'lsam, shu 4 ta challengedan bittasini chala qiladigan bo'lsam, bemalol negativ yozinglar, chunki sizlarni yozgan negativlaringni o'qib ham manaka sizlarga deb keyin qoldirmay qilishga harakat qilishim mumkin. Keyin balzam surtib oldim labimga. Shu bilan challengening birinchi kuni ham tugadi.